domla. Kimyo rosa qiyin. Ey Azbek, nimaga asosan bunaqa qiyin deyapsan? Kimyo aslida qiyin emas. Kimyoni yodlab emas, tushunib o'rgansang, kimyo qiyin emas. Qara, Azbek, kompleks birikmalar bizga berilgan bo'lsin. Kompleks birikmalardagi markaziy atomni koordinatsion soni, ya'ni koordinatsion sig'imi so'ralgan bo'lsa, bu uni bog'lab turgan ligandlar soniga teng bo'ladi. Masalan, bunga markaziy atomga bog'langan ligandlar 6 ta. Demak, koordinatsion sig'imi 6. Gibridlanish ham xuddi shu usul topiladi. Ya'ni 6 ta bo'lingan bo'lsa, 6 ta orbitalni qo'shib chiqasan. Bitta s va 6 ta orbital qo'shishing kerak. 3 ta p. D dan nechta olaman endi? D dan 2 ta olishim kerak. Nechta orbital bo'ldi? 6 ta. Demak, sp3, d2. Azbek, mana shunaqa kimyoni tahlil bilan tushunib o'rganganingda, xuddi kimyo o'yin kabi bo'lib qoladi. Oson ekan-ku domla. Men Mahmudjonov Abduvohid, oliy toifali kimyo fani o'qituvchisiman. 2 yildan buyon Saminov School'da o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Sizlarni 27-oktyabrda start oladigan 0 dan gruppamga taklif etib qolaman. Biz bilan kimyo fanini o'rganish oson va qiziqarliroq bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi, Mahmud? Sizlar ham kimyo fanini xuddi shunaqa qiziqarli va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Shoshiling, joylar soni cheklangan.